Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari hamda tasodifiy kuzatuvchilar. Hozir siz folbinning egizaklari 3-qismni tinglaysiz. Tayyor bo'lsangiz quloqchinlaringizni taqib oling, men hikoyani boshladim. Shom bo'lay deb qolgandi. Akbar keldi Madina xoladan. Menga biror yumushingiz bormi deb so'radi. Madina xola esa yo'q, bekor kelibsan dedi. Bugun Husanni kelishi esiga tushib, "To'xta, kechroq meni ishim bor. Narigi mahalladan bir kishi keladi, ikkalamizni bir joyga olib borishing kerak" dedi. Akbar "Xo'p, mayli, men uyga borib mashinani olib kelaman" dedi. Folbin Fotimani chaqirdi. "Fotima qizim, bu yoqqa kel." Fotima buvisining ovozini eshitib yugurib keldi. Buvisi unga "Akbar bilan bor, uni oyisi senga bir narsa beradi" dedi va Akbarga ko'z qisib qo'ydi. Fotima "Xo'p bo'ladi buvi" deb Akbar bilan chiqib ketdi. Folbin uyga kirdi. Zuhrani oldiga borib unga bugun kechga ishi borligini, birovga eshikni ochmaslikni, xonadan chiqmay jim o'tirishni tayinladi. Fotima "Bilmaydi, birinchi senga aytyapman. U kelganda unga o'zing tushuntirib qo'y" deb xonasiga kirib narsalarni tayyorladi. Akbar bilan Fotima yo'lda gaplashib ketarkan oraliq masofa tobora yaqinlashib borardi. Fotimaning qo'li Akbarning qo'liga tegib ketdi va hijolat bo'lganday bo'ldi. Akbar unga "Hech qisi yo'q, bo'lib turadi" dedi. Ikkisi ham bir-birini sevsa-da, lekin aytolmasdi. Balki shudir haqiqiy sevgi, yana bilmadim. Ular Akbarning uyiga yetib borishdi. Akbar uyda dadasidan mashina kalitini so'rash uchun kirib ketdi. Uni oyisi Fotimani oldiga keldi. Fotima salom berdi. Akbarning oyisi Fotimani peshonasidan o'pib qo'ydi. "Oy kabi go'zalsan, qani sendek kelinim bo'lsa" deb kulib qo'ydi. U biroz hijolat tortdi, lekin ichida ko'ngli bagoyatda ko'tarildi. Ayol Fotimadan "Buving va Zuhra yaxshimi?" deb so'radi. Fotima "Ha, ular yaxshi. Biznikiga yuravering, birga gaplashib o'tiramiz" dedi. "Yo'q qizim, uyda meni ishlarim ko'p. Uni ustiga amakingni ham qarashim kerak" dedi ayol. Birozdan so'ng Akbar chiqdi. "Ona, biz ketdik, yaxshi qoling" deb Fotimani qo'lini ushlab mashina tomon yetakladi. Fotimaga mashinani eshigini ochib berdi. Keyin yopib qo'ydi, o'zi esa rulga o'tirib Folbinni uyi tomon mashinani haydab ketdi. Ayol duo qilib, "O'g'lim, Akbarga albatta shu qizni olib beraman" dedi ozi eshitar ovozda. Yo'lda ketisharkan Akbar so'radi, "Oyimni taklifiga rozi bo'larmidingiz?" Fotima ko'zlarini katta-katta qilib, "Voy, siz qayerdan eshitdingiz?" Akbar "Eshitdim-da, xo'sh javob bering, rozimiz" dedi. Fotima "Qanday qilib sizda yigitga yo'q deyishim mumkin" deb kuldi. Ular hazil qilib xursand kayfiyatda uyga yetib kelishdi. Bu paytda Zuhra kechki ovqatni tayyorlagandi. Darvozadan Fotima va Akbar birga kirib kelishdi. U buvisini ko'rishi bilan "Buvi, meni aldabsiz. Oyisi menga hech narsa bermadi" dedi. Madina xola esa "Ha, mana o'g'lini beribdi-ku" dedi kulib. Fotima aytgan gapiga pushaymon bo'ldi. Keyin hammalari kechki ovqat yeyish uchun dasturxon bo'yiga o'tirishdi. Issiq ovqatni hidi darvozasidan kelib turardi. Ancha qorong'i ham tushib qoldi. Birdan eshik taqilladi. Akbar "Borin qarayman" deb turdi va darvoza tomon ketdi. Eshikni ochganda tashqarida basharasi sovuq, yuzida shakl qolmagan bir barzangi kishi turardi. U Akbarga "Madina opa meni kelishimni aytganmidi" dedi. Akbar esa "Ha, aytgandi. Kiravering" deb ichkariga taklif qildi. Folbin Husanni ko'rishi bilan o'rnidan turdi-da, uni xonasiga olib kirib ketdi. Akbar egizaklar oldiga kelib o'tirdi. Zuhra Akbardan so'radi. "U odam kim edi?" Akbar "Bilmasam, buvizni tanishi ekan" dedi. Fotima esa "Yuzi sovuq maneklarga o'xshar ekan" deb seskandi. Zuhra dasturxonni yig'ishtirib oshxona tomon ketdi. Fotima egizagi yo'qligidan foydalanib Akbarga yaqinlashdi. "Juda ham ajoyib yigit, boshqalarga o'xshamaysiz" dedi. Akbar hayron bo'ldi. Ko'zlari bir muncha vaqt bir-biriga tikilib turdi. Shunda Fotima Akbarni yuzidan o'pib qo'ydi. Akbar hech ham bunday qiladi deb o'ylamagandi. Uni hissiyotlari ichiga sig'may ketdi. Fotima o'rnidan turdi. Faqat hech kim bilmasin deb oshxona tomon ketdi. Akbar o'zini dunyodagi eng baxtli insondek his qila boshladi.
Birozdan so'ng Folbin Husan bilan chiqdi. Akbarga qarab mashinani tayyorla ketamiz dedi. Akbar xo'p bo'ladi. Ko'chaga chiqib ketdi, keyin mashinani o't oldirdi. Husan ovulxonadan qazish uchun ketmon olgani ketdi. Folbin nabiralariga ko'chaga chiqmasligini, o'zi esa kechroq qaytishini tayinladi. Husan keldi, Madina xola bilan uydan chiqishdi, mashinani orqa o'rindiqqa o'tirishdi. Akbar mashinani endi qo'zg'altirgandi. Folbin unga to'xta dedi. Akbar tormozni bosdi va Folbinga qarab labbay dedi. O'g'lim ichkariga kir, Fotimaga aytsang meni xonam tokchasida shamchiroq bor. Shuni olib kel. Yodimdan ko'tarilibdi dedi. Akbar mashinadan tushib ortiga qaytdi. Oshxona yoniga kelib Fotimani chaqirdi. U chiqdi. Akbarga qarab nima bo'ldi? Meni tezda sog'inib qoldingizmi dedi. Akbar esa yo'q. Buyingizni shamchirog'i qolibdi, olib berar ekansiz. Fotima buvisini xonasiga kirib ketdi. Akbar uni ortidan kirdi, Fotimani mahkam quchoqladi. Qiz unga iltimos bunday qilmang, hozir kimdir ko'rib qoladi dedi. Akbar uni yelkasidan ushlab o'ziga qaratdi. Sen menga yoqasan. Sensiz menga bu hayotni keragi yo'q. Men rostini aytsam haligi, seni judayam yaxshi ko'raman dedi. Fotima yelkasidan Akbarni qo'lini tushirdi va chiroqni berdi. Buvim ko'rib qolsa yomon xayolga boradi. O'zingizni ehtiyot qiling. Menga keraksiz, deb Zuhrani oldiga chiqib ketdi. Akbar ko'cha tomon yurdi, chiroqni Folbinga uzatdi. So'ngra Folbin aytgan tomonga mashinani haydadi. Egizaklar oshxonadan chiqishdi. Zuhra gapirdi. Akbar bilan juda yaqin bo'lib qolding. U senga yoqadimi? Fotima javob berdi. U bugun meni yaxshi ko'rishini aytdi. Zuhra xursand bo'lib ketdi. Bu zo'r-ku. Senga ham u yoqishini bilaman. O'ziga aytingmi, yo'q hali aytmadim Zuhra. Ahmoqmisan, ko'nglingdagini boricha aytaversangchi, dedi. Bu paytda Akbar Husan bilan Folbinni aytilgan manzilga olib kelgandi. Ular tushdi. Folbin Akbarga sen mashinada qol, bizni kutib tur, 30 daqiqalarda qaytamiz dedi. Va ketishdi. Akbar o'ylanib qoldi. Qayoqqa ketishdi? Nima qilishadi? Borib ko'rsammikin deb qiziqib qoldi. Folbin va Husan mashinadan uzoqlashgandi. Akbar sekin asta avtomobilidan tushdi, bildirmay ortlaridan bordi. Bular nima qiladi, o'zi bu yerda kech bo'lgandi dedi past ovozda. Hozir bilib olaman deb orqalaridan yashirinib kuzatib borardi. 5 daqiqada ular qabristonni orqa eshigiga yetib kelishdi. Madina xola anovi kishi bilan ichkariga kirib ketdi. Akbar yuragi dosh bermadi. Eshik oldiga keldi. Bu yer kechasi soat 12 da juda dahshatli ko'rinardi. Eshik tirqichidan ichkariga asta qaradi. Voy dahshat, ular qabrni kovlashyapti. Bu ularga nega kerak? Akbarning yurak urishi tezlashdi, hatto o'ziga ham eshitilib turardi. Uni titroq bosdi, qabristondan sovuq havo ko'ksiga urildi. Nima qilishayotganini aniq ko'rish uchun biroz ichkariga kirdi. Husan tezlik bilan qabrni kovlar edi. Folbin unga chiroqni tutib turardi. Va nihoyat Husan qabrni qazib bo'ldi. O'likni tashqariga tortib oldi. Folbin somkasidan pichoqni oldi, jasadni bo'yin tomirini kesib, idishga qonini quyib oldi. Keyin ular qabrni yana ko'mdi. Akbar bu holatni eshik oldida yurak yutib tomosha qilib turardi. Dahshatdan qotib qoldi. Ko'rib qolmaslaridan avval tezroq ketishim kerak dedi. Mashina tomon yugurdi. Eshik oldidagi daraxt shoxiga kiyimi ilinib yiqilib tushdi. Husan Folbinga qarab, eshitdingizmi dedi. Folbin esa ha eshitdim, bor, qarachi kim ekan? Nega bizni kuzatib yuribdi dedi. Husan eshik tomon qo'lida pichoq bilan yugurib ketdi. Akbar deyarli mashinaga yetib qolgandi. Ust boshini qoqib, o'zini tinchlantirdi. Hech narsa bo'lmaganday mashinada xuddiki ularni kutib uxlab qolganday o'zini uyquga soldi. Husan eshik oldiga kelganda tashqaridagi daraxtni shoxi singanini ko'rdi. Madina xola ham keldi.
Bu shoh yangi singan dedi. Lekin atrofda hech kim ko'rinmasdi. Folbin Husanga mayli qo'y buni yura qol ketdik bu yerda bizni ishimiz tamom dedi. Mashina oldiga kelishganda Akbar uxlab yotardi. Uni uyg'otib bagajni ochishni so'radi. Akbar aytganini qildi, ular narsalarni joylashdi va uyga yo'l oldi. Folbin Akbardan so'radi. O'g'lim zerikib qolmadingmi? Hatto mashinadan ham tushmabsan deb so'radi ataydan. Akbar esa yo'q uxlab qolibman. Kelganlaringni ham sezmabman deb kulib qo'ydi. Ular yarim soatda uyga yetib kelishdi. Mashinadan narsalarni oldi, Husan bilan xayrlashib, Akbarga ichkariga kirmaysanmi dedi. U esa yo'q holi kech bo'ldi, men uyga borganim ma'qul dedi. Folbin: bo'lmasa yaxshi bor o'g'lim dedi, sovuq jilmayib. Akbar mashinani haydab uyga ketdi. Keyingi qismda Folbin jin chaqirish marosimini qiladi. Jin esa Folbindan egizaklardan birini qurbon qilishni so'raydi. Akbar bu haqida xabar topadi. Birinchilardan bo'lib eshitish uchun menga obuna bo'ling. Aks holda meni boshqa ko'rmasligingiz mumkin.